Otabek Shukurovga beraman. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Otabek, assalomu alaykum bolam. Tabriklayman yana hurmatli sizga alohida. Katta rahmat, sizni har bir qo'llab-quvvatlaganingiz biz uchun juda ham muhim. Biz har kuni mana shu jahon chempionatiga chiqishda juda ham rosa kutdik. Aytib o'tganingizdek, mana shu Arafa kunida, Hayit kunida xalqimizga bayram ustiga yana bayram ulashdik deb o'ylayman. Sizga katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Sizga bormi aytgan gaplarim senga? Aytgan gaplaringiz kuch qo'ldi. Butun xalqimizni oldida yuzimiz yorug' bo'lish uchun harakat qildik. Va buni uddalaganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Gianni Infantino janoblari telefon qilib, shaxsan siz boshchiligingizda butun O'zbekiston xalqini mana shu azaliy orzu amalga oshgani bilan tabriklab, sizga o'zini katta tabriklarini va salomlarini yetkazdi. Katta rahmat sizga doimiy qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Shu futbolni eng katta cho'qqiga olib chiqishda birinchi o'rinda sizni eng katta bizning menejerimiz, o'zimizni bosh murabbiy, haqiqatan O'zbekiston terma jamoasining o'zingizsiz, hurmatli prezident. Katta rahmat sizga. Doimiy qo'llab-quvvatlab, barcha tashabbus, takliflarimizni o'zingiz to'g'rilab, butun dunyoga O'zbekistonni olib chiqdingiz hozir. Juda ham xursandmiz. Rahmat sizga. Bunchalik e'tiboringizda, bunchalik g'amxo'rligingizda boshqacha natija bo'lishi ham mumkin emas edi, yarashmas edi, hurmatli prezident. Katta rahmat sizga. Ushbu unutilmas tarixiy g'alabalaring bilan yana bir marta tabriklayman. Sog' bo'linglar, katta rahmat. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat katta.